أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bugünkü dersimiz maqal temsiller. Yani Araplarning maqal temsillaridan. Maqal temsil degan nima bo'ldi? Uyg'urcha maqal temsil bor. Maqal temsil degan bir voqelikda deyilgan ixcham ibaralar. Buni har shunga o'xshab ketadigan voqelikda takrorlanadigan so'zlar. Asli masal degan misoldan kelgan narsa. O'xshi. Ash bir voqelikka o'xshaydigan voqelikka duch kelsak, a voqelikda deyilgan so'zning o'xshishini yaratilgan. Uyg'urchani jaqim. Asli Uyg'urchada ya Turkiyada maqal temsil at so'zi. Bizning atalarning so'zlari. Ajdodning so'zlari dengi. Shular ash 5 yil kelgan bir voqelikda bunda bir so'z degan bo'lsa, keyin bizning boshimizga bir o'xshab ketgan bir ish kelib qolsa, shu voqelikda shu so'zni deymiz. Maqal temsil dengi. Qata'at jahizatu qawla kulli khatibi. Asl hada al-mathal anna qawman اجتمعوا ليخطبون في صلح بين حيين. وقطع جهيزة قول كل خطيب مش مقال تمثيلهم. جهيزة her qanda natiqning so'zmanning ekan so'zni kesib o'tding ishtigdi degan jahiza degan bir qizning ismi. Bu maqol temsilning siginadan kelgansa anna qawman ijtama'u yaxtubuna fi sulhin bayna hayyin. Bir guruh jamoat ikki jamoat ikki aymaq o'tirda sulh salah qilish voqealigida nutq so'zlab yig'ilib o'tiribdi deydi. Hayyin degan hay degan bir aymaq, ya'ni jamoatning so'ngroqi hay bo'ldi. Uningdan so'ngroq bo'lsa qabila bo'ldi, undan keyin sha'b bo'ldi. Bu ikki jamoatning majlisini ekansa qatala ahaduhuma lil akhari qatila. Ularning ishidan bireylan, ya'ni bir aymoqdan bireylan o'tirib qandavasida sulh salah qilishga jamoat to'plashib so'zga turibdi. Wa yasaluna an yarda ahlul qatili biddiyati. U so'z qilganlar bunda so'zlayotgansa o'ltirilgan ash kishininki oy tavobati jon badali to'lam elib diyat, ya'ni pul elib rozi bo'lib ketsa ekan deb shuni so'rag'ilib turibdi ekan. Yani pul versak razı bo'lib ketsanlar bo'ladi. Diya degan shu jon badalini diya deymiz. Agar a'zo badali bo'lib qolsa, uni diya deb qo'ydi yoki arish deb qo'ydi. Shu vadiyatun musallamatun ila ahli deb topilgan. Fabaynama hum fi zalika ular shunda so'zlab yo shunda iltimos qilib turayotgan chig'ida irja'at jariyatun yuqalu laha jahiza. Jahiza deydigan bir qizcha kelibdi. Jariya degan qizcha bo'lishi mumkin, ya bir dedek bo'lishi mumkin, ehtimolli bor. Faqalat innal qatila qad zafara bihi ba'd awliya al-maqtul faqataluhu. Bu qizcha nima xabar olib ketdi bo'lsa, qatilni o'lgichininki egilari tutilib, tepilib o'tiribdi debdi. Faqala qailun minhum 'inda zalik. Mush voqelik bo'lgan chaqda, mush so'zni anglagan chaqda o'taq oldim birsi, undabdi. Qata'at jahizatu qawla kulli khatibi. Jahiza mush so'zmanlarning, natiqlarning hammasining so'zini bir taraf qilibdi, oyoqlashtiribdi, kesibdi, uzibdi. Yani hozir biraylar birsini o'tiribdi. Bu qatilni o'ltirishning tuqqanlari, ichaqlari jihad tutilib o'tiribdi. Bo'ldi, jonga jon oldi, ish tugadi. O Kılamadan, onu kılan ya kısas alımız deyilgan gazanını suyup kettim. Şunlar bulunmam da asla kaytıda etişimmanında geçerden gel. Yani mesele tüyüde üzül kesil ya da gerçekten şahit kalmadı diyemem de. وَيُدْرَبُ هَذَا الْمَثَلُ لِمَنْ يَأْتِي بِالْقَوْلِ الْفَصْلِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الرَّأْيِ. Köz karaş okşaşılmagan, talaş tartışılap kalan bir meselede, şuna boğan çağda, kisbem üzültüdüğün bir sözünü qiga adamga deyildi ma'siyasi. Qata'at jahizatu qawla kulli khatib. İkinci maqal temsil kayfa uawiduka ve hada atharu fa'sik. Ma'usning paltaning izi tursa, men yana qayta sen bilan yana ahdlashim deganda. Bu xuddi Rasululloh hadisida la yuldagul mu'minu min juhrin marratayn o'xshash. Bir mümin bir kamadın çıkıtım iclan ve hakikaten çıkıtım da çakılmaz. Çıkıtım şu kamadın kolunu tıkan olsa, iclan çakan olsa, ikinci kolunu tıkmaydı. Çünkü okşayırken ama.
Aslu hadal mesele kıssatun ramziyetun şa'at beynel Arab. Bu maqatasının tigi Arapların arasında tarqab ketgan simbol karakterlik bir qissadan iborat asli. Shundan kelib chiqqan edi. Ramziya degan simbollik degan. Ramz degan simbol. Wa hiya anna akhawayni ajdabat arduhuma. Bu qissaning jarayoni bunday ekan. Akufga qarindosh ekan. Uning zemini qurg'oqlashib ketdi. Ajdabat degan qurg'oqchilik. Ve kana bil qurb minhuma wadun khasibun. Ular yaqin bir joyda shunda munbat, shunda mo'lusul bo'lgan munbat bir sizlanib ekan, vadi ekan. Jilg'a ekan. Fihi hayyatun tahmihi. Bu zaminni qo'dab turadigan bir ijlon bor ekan. Bu endi cho'chak bormi? Masalan, cho'chak deymiz. Fahabata ahaduhuma al-wadi liyar'a fihi. Shunlar akning bizsa shu jilg'a mallarni beqish uchun, o'tlatish uchun chiqdi. Fanahashatul hayya. Esa uni majlan chiqibdi. Nahsha degan jilon chaqqonlarda tishlangan bo'ldi. Nahsh. Wa arada akhuhu an yantaqima min al-hayya. Uni qarindishi ajlandan intiqom olmoqchi bo'ldi. Fatawassalat ilayhi an yatrukaha. Jilon unga yalvaribdi. Men qo'yib bergan bo'lsam, tavassal degan yalvarmoq. على أن تضعه ينعم بخير الواد الذي تعيش فيه. شو شرط لنا؟ على أن ين مش شرط لنا من يشاء مش جلغ دن سنتولق بهرمان بوغان من قيبين شكل ماذا ينعم بهرمان بلاش. وتعاقد على ذلك. أشنغا بلا أهدل شبته توقتم شبته. ومرت به ذكرى اعتدائها على أخيه فهاجت نفسه. أبو قرندشة o'ltirilgan qarindishining bir yillik munosabati bo'lmasan yo bir oydan keyin bir yil o'tgandan keyin bunda bir munosabat bo'lib aslab qolib shundan hajat nafsu qarindishiga ish og'rib bu intiqom olgisi kelib hajini qo'zg'alib qolibdi va asra ilayha bi fa'sihi liyaqtulaha shundan paltisini bilan yugurib berib palti bilan bizni cheptaygan walakin al-fa's axtat lekin palta tegmay qopdi. Xato tegib qoldi. Tegmida ajlangan demakchi. Va tarakat ataran fi juhriha. Uning kamiriga iz chiqarib qo'yibdi. Demak bu izlarni chaptunda chatsa, izlarni qechib olgan bo'lsa, bu palta o'sqijak tegib bir iz qoldiribdi degan. Juhr degan shu kamiri. Va aradatul hayyatu an tantaqima minhu. Izlan uni qutulib qolgan ekan, intiqomni olmoqchi bo'libdi. فأخذ يرجوها أن تتركه ما أدممده أجلان يلوا أطرقته وبسكتهم فالشفته أترمه يعني كم إذا أترمه توان كم بو شارسس ويمن قيد بعدين بو سام وبدأ يلوا أطرقته على أن يعود العهد بينهما كما كان برون قدك فقيه الساق بربنا شكم ساق وبدأ يلوا أطرقته فقالت له يعني جلان أدرى إنسان قال كيف أعاودك وهذا أثر فأسك men sen bilan yani qaytib burunqi ahvolga qanday qaytma paltangning izimanda tursam edi va yudrabu liman yahzaru sharra man naqada ahdahu ahdisi tumay ahdini buzib o'tgan kishining yomonligidan saqlanmoqchi bo'lgan kishi uchun deyiladigan narsa mesela bir qatim ahdini buzib o'tgan ekan voy yana unda buniki unda qilmasa ya bo'ldi shunisi iza azza akhuka fahum qarindishing aziz bo'lib qolsa sen uningga biz qo'shib qo'yib bergan ekan sen o'zingni xarqib bergan qobil kimlikda bundan maqol tamsili bizning maqol tamsilimi va biz qobillik emas lekin shunda bir xil tarixiy ko'rinishi bor asli hada al-masal annahu Hudayl ibn Hubayra al-Taghlabi Taghlib qabilaslik Hudayl ibn Hubayra degan kishi كان قد أغار على بني ضبة جماعتها بو وجوم كتكين بدنا عرب لا وقبل أنغا بو جماعت أنغا بو أيمق أنغا وجوم قلب بلاب طرف من يشغلون أخوان كين بو أنا وجوم كتكين فغنم منهم أولادهم غنيمات أولجبته وأقبل بالغنائم على قومه غنيمات لنا إذن قبيلسك أكبتكم فقال له أصحابه اقسمها بيننا وأنهم أمرالره بغنيمنا بزغ تقسم قطاغان أما لازم نسيم من الله ربته فخشي أن يتشاغل بالقسمة فيدركه من أغار عليه لكن bu anda taqsim qilib desa men taqsim qilayotgan joyda taqsim qilishdan bo'lib ketib qolsam mashg'ul bo'lsam men hujum qilgan dushman bostirib kelib qolamiga deb ensirabdi ag'ara degan hujum qilgan
Walakin ashabahu alahu alayhi. Lekin uning amralari ko'zga chiryapti yoki tasdiq qilib deb ching turibdi. Ilhahni bizimizda lahha deb. ومعناه إذا تشدد صاحبك فاحرص على علاقتك به باللين من جانبك. Bunu ma'nosi sizning birodaring, og'inang bir narsaga ching turasa, "Oda zot bizni qilmasang bo'lmaydi, berishpamsang bo'lmaydi" deb. Uning ra'yiga o'tib ma'qul deb pagan demoqchi. Chunki uni qilmasang, bu seni qaydab qiladi, munosib sog'lishanga. Shu bo'pti mayli deb ma'qul ish qiladi. ويضرب هذا المثل في التسامح واللين الجانبي. Bu maqol tamsil kan qilsa qilashda bo'pti deydi tashmas. Amayla deb do'st birodarning ra'yiga vaqash degandek masalalarda deyiladi dedi. Linil janib degan mehr shafqat qilish, yumshoq muomala qilish. Yani degasi biqinimizmi? Biqin yumshoq qilishingga. Shoma namozda turgan chog'da ba'zi imomlar sufuf, sallu salatu muwadda va linu fi janibi ikhwanikum deb qo'yadi. U degani hamda namoz turgan vaqtida sen bundan asal qistat nuqsa işte plan nuqlat munda qo'pollik bilan turmay da nuqbir o'rin berib salbin sig'dirib bani munda nuqlashni aytamiz. To'rtinchisi ma yawmu halimata bisirrin. Halima xonning kuni maxfiy emas, ma'lumlik. Unda maqollar سيق هذا المثل في يوم انتصر فيه الغساسنة على المناظر. G'asasini degan G'assan podshoh tava bu arablarningki chegarasi Iran bilan Rim ikki tarafga bo'lib biqinib yashaydi. Shu ikki cho'ng davlatning biqinda arablarning podshohligi bo'ldi. Unda biqindi podshohlikda ikkisi. Birisi Manazira, birisi G'asasini. Tushundimakchi. Demak, bu ikkisi o'zaro urushib, G'asasini Manazira ustidan g'alaba qilgan bir kun ekan. Mushkilda deyilib ketgan bu so'z. Va halimatu hadihi ibnatul Haris al-Ghassani. Ghassan podshohninki ismi Haris. Harisning qizi ekan bu. Shu podshohning qizi ekan. Min Umra al-Ghassasina. Ghassan amirlari ya podshohlarininki sizdan bo'lgan Harisning qizi ekan. Laqiyat junda abiha inda audatihim muntasirin. Tazning lashkarlari zafar quchib qaytib kelgan vaqtida oldiga chiqib qarshab ekan bu. Qizchacha fadammahathum bit-tib. Oldiga chiqib ularga atir suvatgan. Atir chechitgan deydi. Tamahalasi surkash, suvash, bu hadislarda mana chiqadi. Mutadammahan bitibinda. Masalan, ehram bog'lagan chog'da atir suvi bo'lamdi, bo'lmamdi degan vaqalikda chiqadigan so'z. Wada'a hada al-yawm. Sen mushu vaqalik, mushu tarixiy kun mashhur ketdi, taqlid ketdi, yeyilib ketdi, za'ani. Wada'a mawqif Halima fihi. Halima xonimning mushkilda ashuna qilgan ishi pur ketibdi. Da'ani pur ketdi desakmiz. Waqila ma yawm Halimata bisirrin. Halima xonimning ashunda qilgan kuni hammaga ma'lum. Degan gap endi maqoldan silab ketdi. Bu unda jang'ulab unda bir vaqal bo'lmasimi? Hammadan bildigan bir ish bo'lgan bo'lsa, shu to'g'riliqda deb qo'ysa, masalan biz ikki cherishchi bizni ixtirotgan bo'lsa, yana urushdan bo'libdi, chalsan bo'lib desa, kunni hammalar biladi, bizlar o'tgan 5 qatim yerga ketayotgan degandek. Maqoldan sizlar shuni Maryam Halimada bisir deb qo'ydimda. O'tgan kim men necha qatim ixtirotgan dejimay, Maryam Halimada bisir desa bo'ldi kifoya. ويضرب هذا المثل في الأمر الذي اشتهر. Mashhurlab ketgan, pur ketgan ishlarda deyilgan maqoldan so'ng va asbaha ma'rufa, hammaga tanish qo'yib ketgan. Va fima yali toifatun ukhra min al-amsal al-jahiliyya. Hamda jahiliyatga maqoldan so'lgan ba'zi iboralarni endi bir bo'lib bayon qilib o'tganmiz. Birinchisi sabaqa sayful adal. Al-adal mishada tapamalamat. Tapamalamatdan qilich ishga ketdi degan maqoldan. Adal degan so'zni diqqat qiling. Ibn زعم العوادل أنني في غمرة صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي شيء. عوادل ديان ملامات قيوشلا. عدل ديان تبع ملامات. ويضرب لمن فاتته الفرصة التي كان يرجو تحقيقها. برناسنا وجد سكرت أمت قلدان أرز قلدان كشة شو إشنا قلدن برب قلدن كسب قاسا شو جادان إيش قلدن كت deb bunda deyildi. Yana bir maqoldan sizlar sayfi dayya'tul laban. Yazda ustini siz zayi qilyapsizlar. Endi mashhur maqoldan sizlar.
Uyg'urchada bu shunga o'xshash bunda ma'nodagi maqol tamsili bor. Tumini isig'li so'qquloq. Bunda qildan bir qo'ysa, tumini isig'li so'qquloqda deymiz. Shunda maqol tamsili. Innal bughata fi ardina yastansiru. Uyg'urchada bir maqol bo'ldi. Talamışki öymüşkini qo'llabdi. Ha. Masalan, başqa birisini voy markazda kutlab, xabarlab, ondan bundan bo'lganiki asta bilan qo'ntib chiqirib nega. Shunga o'xshashadi. Innal bughata bi ardina yastansiru. Yastansiru nasr. Bu burkut. Ha? Burkutlar ketadi. Bug'at degan ajiz qushlarni, sadamdi, g'alachindan masalan. Bunda salachillik kelib bizning ziminda burkutlar ketadi. Wa yudrabu lid-da'ifi yasiru qawiyan. Ajiz bo'lsa, ajiz jonini ketib qolsa, ya'ni sirtdan kelib, kuchib andan shu yerga o'tib degan tursa, shunda deydi. Va dalilu ya'izzu ba'da al-hawan. Bir har kishi balki xarliq tatib keyin andan nati azzulab ketib qolsa, nima paydo bo'libdi deganda. Balagat saylu zuba. Zuba degan, zubiya degan bu shirninki o'si. Zubiyatul asad deymiz bu. Shirning o'si. Shir qanday o'sal ekan? Igizak. Bu qo'rqmagan ekan, as qo'rqsa, da buning chiqarib adam ko'maydigan, boshqa hayvonni ko'maydigan yoki saltsa. Bu o'rmon parchasi bo'lgan ekan, igizakda no'si bilan turgan bu. Shuna sel degan bu sel. Taqdimmasdan su chaqirib sel ortib. Yani sel sherning o'z qadar yetdi degan. Uyg'urchim bor bunga yaqin kelgan. Pichoq so'ng ketdi. Pichoq so'ng ketdi. Va yudrabu lil amri alladhi yujawiz al hadd. Yani chekida eshib bamdizada faqat bo'lmaydigan yoki yetgan ahvolda deyiladigan maqol tamsilgan. Yadaka awkata degan ikki qo'ling bog'lanib qoldi degandek. Va fuka nafakh og'zing puli dedi. Bu xuddi o'zing qo'lga o'rakka o'zing tutsa degandek bir so'z. Yani qo'ling bog'landi, og'zing deb bash sharan qilmadi shu o'zingning qilmishini og'zing o'zing ko'r degandek ma'noda. Va yudrabu liman yaqau fi su'i amalihi. O'zining nachar qilmishining natijasiga yo'liqadigan kishiga deyiladigan maqol tamsil. Buni jarayoni va qissasi bor bunimi. Lekin uni yerda qisqa qilam ben qildim. Qabla ar-rima'i tumla'ul kana'in, tamla'ul kana'in. Va yudrabu lil-istidad lil-amr qabla al-iqdam alayhi. Bir ishni qilishdan ilgari, bir ish qadam qo'yishdan ilgari tayyorlik qilish uchun deyiladigan maqol tamsil ekan. Ya'ni o'qitishdan ilgari o'qdanni to'shqizib ol. O'q etishdan ilgari o'qdan to'shqiziladi. Qabla rima. Yetti o'lchab bir kas. Suqaygich tug'an solganda. Shuni yaqinlashib qoldi. Mukrahun akhaka la batal. Ma bak mashhur ma'lum. Ma maqoldan chiqdi. Buni bir qissasi bormi? Sen qarindishing majbur musha turib qolgan odam bu qahramon emas. Bir she'r bir o'nkirga shirkatdimi yo bir dushman bir o'nkirga shirkatsa, aqlim qo'lga keldi bir elanni sen berib o'sha o'nkirni oldi berib nima qilganini o'ttagan deb unimay majbur ish tashayni qo'ydi. Chiqib qolgan ekan, voy qahramon kam bo'ldisa, mukrahun akhaklar batuldan qahramon emas bo'jam. Bundan majbur kelib qaradim deb g'alg'al qitirib shunda degan gap. Mukrahun akhaklar batul. Ya o'zi yoqtirmaydigan, ayda oldiga chiqirilib qolgan odam bo'lib qolsa shunda deyilgan. Mukrahun akhaklar. Innal awana la tu'allamul khamra. Avan degan cho'kan. Yoki xizmatchi unda degan bo'ldi odatda. Yerdan cho'kan. La tu'allamul khamra. Khamra degan ximar. Ya'ni bu as yurgashim turgan. Xamirmi aqlni qaplab ketgan bo'lg'achqa xamira patolgan. Yuradigan narsa bu ro'mal. Ma'lum ximar deymiz hozir. Ayollar yuzini ichib bunda beshig'i yog'liq ro'mallar tursa ximar deydi. Cho'kanga yog'liq atish o'rgatilmaydi. Nima uchun? Yani bu cho'kanda yog'liqni chiqitib atib pishib ketgan. Ishlama? Yog'liq atish bu himoya qiladigan bir ish emas. Wa yudrabu lil khabir bil amr. Al-arif bihi. Bir ish obdan bildigan, tajribali kishiga deyiladigan maqol tamsil ekan. Inna gadan li nazirihi qarib. Do'mbak mashhur maqol tamsil. Ko'ringanda jira emas. Ati degan bilan tezda kelib qoladi, ammo kildi degandek. ويضرب للتريث والانتظار وقرب المأمول. Ümit qilgan narsa yaqinni bo'lganlikka, kutib turish, o'zini to'xtalash,
aldırmaslık için deyildiğin maqaldan. Bu hadisden var. Hadisden kelgan. İnne gadan nadirihi qarib. İnde Cüheynete el-habarul yakin. Bu bek meşhur maqaldan sunuyor. İnde Cüheynete el-habarul yakin. Bunun bir jarayoni var. Jarayonda da şu bir ishning tiyini yetenmay qolgan chog'da bir elim xuddi buni o'sna. Juhayna degan birisi. Juhaynada bunga munosabatlik to'liq aniq ma'lumot bor degan gap. Shuningki undan boshqa bilinmay qolgan bir ishning to'liq bilgan bir elim bo'lib qolsa, endi Juhayna al-xabar al-yaqin deyildi. Vadrabu fi ma'rifati shay'in min masdaril haqiqi. Haqiqiy manbasidan, haqiqiy bilgan kishidan bilish to'g'ri kelgan chog'da bunda deyildi. En teridel ma'a bima'in akyas. Biz ne çıkarttım? Varada diyen söz ne çıkarttım? Dep tuttu. Bunu yem buldu. Su içkili su boyu beriş. Ve minkum illa variduha. Varada diyen şunun boyu beriş. Cehennemnin aşliliğe hemmeden bir barda şey. Çudalı çudu, kırdalı kırdı. Andın summa müneccillediğine şunama. Allah Teala saklap kaldıqlarını qutquzib öpüyorlar. En teridel ma bima nakes. Su boyuğa ubdan sulan bağın denge. Ve yudrabu fi adam at-tafrid mimma fi yadi intidaran li gayrihi. Bu nimaga o'xshaydi olsa, aytki go'shtdan buyangi o'pka yaxshi. Masalan, yo'lda ketib o'tib, u aytaqa ayati suvago degan nima bilan Qur'onning suvini baka to'kitib, keyin su boyuğa borsang su yo'q chiqib qoldigan. Bunda bo'la qolmasa nimachi? Yani tıktıkıyan, sunun kaşı varsan mı, suna tüközme saklap yanında elip bağın diyendik. İnnel hadide bil hadidi yuflahu. Felah diyen onda yerilip kesişini bildiren söz. Yani tümü bilen kesildi o. Tümü yarısı var o. Tümüne bize tümü yarısı kesimiz. Yani bir makal, la yefillul hadide illel hadid tapın bak. Bir makal temsil. Ve yudrabu fi muvacetul kuvveti bil kuvven. Yani küçükçe, küçükten takabül duruş ve akalikli değildiğen söz var. İnne akhake men vasak. ويضرب للصديق المخلص samimiy nasihat qilgan ixlosmand do'st uchun deyilgan qarindishing ya'ni do'sting yig'latib aytar dushmaning kuldirib aytar degandek ya'ni inna akhaka man wasaka qarindishing senga shunda tasalli berib sening g'amlaringni qayg'urishingni yengillatadigan kishi sening do'sting lekin yomon kunda asqatadigan kishi sening qarindishing degan. ومن أمثالهم التي استمدوها من ملاحظتهم لما في البيئة من مظاهر الطبيعة أتراك محيطك طبيعة منظرلere görünüşlerge munda qarab bular mulohaza qilgandan keyin shuningdan olgan deymiz. İstemad degan shuningdan suzib olgan ham bo'ldi. Shuningdan suzib olgan maqol tamsillardan bunda gaplar bor edi. Azma'u min ramlin ya'ni qumdan bakrak suvoq chanqoq degandek. Qum deganda asosan su to'xtamaydigan bir nima su quyilasi ichiveradigan. Bizim Uygurlu'da onda şimdi bizden servağım mı değil, su içiyordu kadın. Ehda min qata. Qata diye yava kaptaki. Yava kaptadım bekrek cahin tapalıdığın. Ehda diye hidayet. Yani mesela bir yana kaç unutup kalmalıdığın, çokum tapıdığın. O yüzden kim? Yani şu an teparalıdığın. Adıtıma hoş keşkişliğin kaptalım bağı, şunu tapalıdığın. Yani yava kapta bekrek tapadı ki. Aqadu min zambi dabbe. Dab degan sirtlan. Yani bu bölge o'xshash lekin alqaldi qisqimi tapaydigan keyin qisqa mehnat hayvon bor. To'bashi to'plashib yo'lvasdan uni qo'rqitib shu o'lab qolgan narsasi tatmaydigan narsa. Nayt o'sal narsa bu. Buning quyrug'i lekin bunda to'qidaq bo'lmoq var ekan-da buning quyrug'ida. Tulkinikida tuz bunda emas ekan. Yani bu sırtlarının kuyruğundan bu bekrak boğumluk diyor. Yani sırtlarının kuyruğundan bekrak tokunaklık diyor. Tokunak deyimiz var. Bir adam şimdi çıkıp onu tokunak desek mesela anda yani mürekkep adamda değilişi mümkün belki. Elakkan kumdan tükündürü adam diyendek anda bir adam yişilişi mümkün. ومن الأمثال التي ارتبطت بأشخاص اشتهروا في صفات أحبها العرب أو كرهوها. عند Araplar bazı bir sıfatlarını beklam söyleyen bular. Bazı sıfatlarını beklam yaptırmagan yoki onu nefretlengen. Yani yaxshi sıfatlar, nasıl sıfatlar. Şu sıfatlardan sıfatlangan bazı şahslar, şular to'g'riliq bazı maqol tansillar aytilgan. Baydan ise tabiat, muhitda ko'rinib turgan manzillik munosabatlik maqol tansillardi. Ma'vazir bazı şahslarga ketishlik maqol tansillar ekan. Qavluhum ajwad min Hatim. Hatimni biz tanıymiz. Hatim'de mi bek? Sekhed dedik. Adi ibn Hatim. Sahabının dadisi mi o? Adi mi oğlu mu? Aslında Sekhed'de.
O'g'li nima deganda? Men biroz ko'p so'rab yuramsan, undan 1 million so'rab. Bir 100 dirham so'rabdi ekan. Men Adini Hatam tursam, menda 100 ko'y so'ramsan. Bunda 10 ming ko'y, 100 ming ko'y so'ramsa menda. Bular shunda bir sehi martabamda. Mesela şu Mercedes'ni minib shunda kelgan bo'lsa, birikilib shu Mercedes'ni bir menga bergan bo'lsa, ala deb taqa. Uni chiqarib qo'yib, kasbni bo'lsa sapirib, endiki dollar ya portmol bo'lsa, manvalar deb bunday yo'lsa qo'yadi mana bu. Shularlar shunda mashhur sulib ketgan, maqotan sulib ketgan. Yani namarat ulab qolmagan joymi? Shunda berib namarat ulab qolmagan. Awfa min al-Harith ibn Ibad. Yoki Abbad bo'lishi mumkin. Haris ibn Abbadmi bakrak va'disi tug'ishi dedi. Payg'ambarlarning shirisi bor. Va'disi bakturdigan. Kim? Vezkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqan va kana rasulan nabiyya. Va kana ya'muru ahlahu bis-salat. Bu birisi plan yer ko'rishaylar deb birsin pulni bermoqchi bo'lsa, amalni qaytirib bermoqchi bo'lsa, shu deyishga yerda 3 kun qunab saqlab chiqgan. Shuni sadiqal va'd. Alloh zikram. Ma Haris ibn Abbad ma unda va'z bek turgan. Yani can kestim shu va'dan buzatmayman deb unda turgan. Ha bir vaqalikda sahabildan birisi bir nimaga zamin bo'ldi-ku? Zaman bo'ldi. Hazrat Umar birisini o'tdamoqchi bo'lib, bir qisas vaqaligida bir odam o'ltirgan. O'ltirganga buni aniqlab axiri bu qotilni topgan. Topgan keyin sana amsa o'tirma degankan, mening shu bolalarim batdi, kichik bolam ashay berib bir xo'shlashib, bir o'rlashtirib qo'yib kasam degankan, sen kassan kelmaysan. Sen qanda nimaga asosan men ishinay sana kepildingni topgan, zaminni topgansa, zaman topolmaydi. Topolmay axiri Abu Zar men zaman degan. Ya'ni zaminmi ma gap oddiy gap emas, qalbi ketgan gap emas, ya bo'ldi degankan, bu andin ishni o'rlashtirib ketib Aşı belgilengen vaqt 3 gün degan bo'lsam 3 gün shunda kun patay degan chog'da saqlab tursa, u yo'q. Axir kun patay deb qolgan chog'da yurib kelgan. Kelgandan Abu Zarga nimishqa sen bunda kallikni to'g'rishdan nima qilding desa, mush kishilarda bir yaxshilik yo'qolib ketibdi, xayrlik qolmabdi deyilib qolmasin deb men zamin bo'lgandim. Sen unda jinoyatchi qilib, "O sen kimsan, qutib qolding-ku, nima ish kelding?" desa, kishilardan so'zni turish degan hislar yo'qolib ketibdi, deyilib qolmasin deb men keldim. Shunlar buna tasarruf qilganlarmi? O'lim kechirdi, "Voy, sizlardan nima kechirdinglar?" desa, "Sizlardan aqlchanlik bunda, ali janoblik qolmabdi deyilib qolmasin deb bizni kechirdi." Shunda raqam. Ablagu min Qus, Qus ibn Sa'ida. Na fatahatlik natiq so'zban kishi. Bu Arablarning shu bozorlarda okaz, nimajannat degandek joylarga kirib nutq so'zlaydi bu. Nutq so'zlashda fasohatda danishqagan. Ya'ni qustumni so'zman deganda. Abu Khalid min Madir, Madirning bakkisi. Bu bexillikda danishqagan ekan. Akhlafu min Urqub, Urqubdimma va'di tutumas. Uningdan mubakrak va'di tutumas ekan. Bu va'di tumasda danishqagan ekan. Qala al-Mubarrad, al-Mubarrad mu mubarrid mu? Buni shikli aytdim. Mubarrad yoki mubarrid. Mubarrad bo'lsin degan bo'ldi. Alloh taolo buning dilini shunda aram topqizgan. Arabning dili qolgan ekan, so'q muzdek bo'lsa jan rahat oldigan. Alloh taolo buning ko'nglini rahatlantirgan, aram topqizgan. Mubarrid desa bu aslında başqalarning ko'ngliga aram baxsh etkichi so'zi shunda tatliq shunda adam ham. Mubarridning al-kamil degan kitob. 4 mujallad bazadi bor. Nahva, arab tili, hadis, Qur'on, ana hamma ilm bor buni ichida. Endi arab tilida mesela manda deyish to'g'ri yo xato, arab tili manda deyish bor yo'q deb agar mushkilot kelib qolsa, hisob. Ya'ni arab tilida bir xil hujjat hisoblangan kitoblarning birisi. Mubarrid Arab maqol tamsillaridan munda degan tillaydi. Ya'ni al-kamil degan kitobida lam yadhhab min malika ma wa'adak. Sana savoq bergan, mal mumkin sening qo'lingdan ketgan bo'lmaydi. Degan tarjimon bo'lsa. Masalan, bir qatim men ko'yni bu bir ishlab ziyon tortibdi. Lekin bundan achchiq savoq qilibdi. Achchiq savoq olgan bo'lsa, buni ziyon tortmagan bo'lsa, chunki keyingi vaqtda necha millionni qo'ldan ketkizib qo'ymaslik uchun dars
Sana sevap oldu demek istiyor. Yaqulu idza zahaba min malika shay'un fahazzaraka. Mana sening mol-mulkingda bir narsa qulog'ini ketib qoldi. Ketib qolgandan keyin seni ogohlantirdi bu. An yahulla bika mithlu. Bundan keyin ashunda ish beshini kap qilishdan mushu dars ogohlantirgan bo'ldi seni. Fatadibuhu iyyaka. Demak, tanishadi demak, mushu darsning seni adablishi aywadun min zahabiyyin. Ash malning qo'lingdan ketganning badali. Yani sen qo'lingni qilib qolgan xuddi bir o'rinbosardek. Va min amsalihim yana bularni maqoldan sizlansida rubba ajalatin tahabu rayta. Oldirsangiz birdan to'xtang. Maqoldan tarjima qilyapman. Yani ba'zi oldiraqsanliq texmo to'xtab qo'ydi degandek, ha. Shu oldirsangiz birdan to'xtang degan bo'ldi. Rayt degan asliq to'xtash bunday. Raytama deb bunga tarayyus deb chiqdi bizda mesela. Ajala degan oldiraqsanliq. Al-ajalatu minash-shayton. Oldiraqsanliq shaytondir. Wa ta'wiluhu anna ar-rajula ya'malu al-amala. Ta'wil degan shada izoata. Izoati shuki, yoki ma'nosi shuki, bir kishi bir ishni qiladi. Fala yuhkimuhu lil-istajal bi. Oldiraqsanliqdan tutqinmaydi buni. Falaq qilib qilgandan keyin bu ish joyida bo'lmay, ya'ni kim yana boshladim boshlab qilgan. Fayahtaju ila ya'uda fayunqidahu. Yani qaytadan uni buzutib, yani yana boshladim qilishga muhtoj bo'lib qoldi. Buda ishlarni bo'lsang aqlni yugurgandek. Kimma yastanifu, endi yana boshladim boshlaydi. Istanafa degan boshladim. Waraytu al-ibtana. Rayt degan asta qilishgan bo'ldi. Warata alayhi amruhu. Uning ishi uningga asqolab qoldi, ya'ni kechib qoldi degandek. Va min amsal arab, ya'ni arablarning maqoldan tillanishida bunday gaplar bor. Ashsha va la ta'tazza. Buning denga desa, buning asl tigi nereden kelib chiqqan? An yamurra sahibul ibli bil ardil mukliati. Kala degan o't cho'p. Hadisda chiqdi kala. O't cho'plik to'lgan munbat, unda bir zimindan o'tayotgan bir tugi egisi bor. Yani Türkiye olmasa da mali istediyle padiçe vakıza. Anda ötep kılıp şunda uçup mol olan bir zımda ötep kılıp bu padiçe. Binde diken feyakulu edavu en uaşşiye ibli minha hatta eride ala ukhra. Ben yani başka bir yaylakta bağıça tügenmem ya da otlatmay. Yani manuda otlatmay, budaksı otlatay da otlatmay maqsud ekan. Xuddi masalan biz mashinada ketyapmiz. Ketyapsak, mashinaning benzinisi azib qolgan bir maypon budaqidan qashilarman deb mangdi. Tamam? Ha. Wala adri mal ladhi yaridu alay. U nega bordiganligini bilmaydi. Undaki ayliq bo'lmasligi mumkin. Undaki maypon kitiyo qo'yishi mumkin. Shunga anda u odamga biz bilmaymiz. Yani manda o'tlagan budaqda o'tlaya deb ketaveraya degan odamga yoki ma'ni qasilmay budaqa maypon kitni may qasilamiz deb manga odamga undaymiz. Ashsha fala ta'tazza. Yani sen cho'l bayon kirishdan ilgari o'tlatrat. Yani kechlik bo'lishi mumkin endi bu. Kechlik tomoq degandek asha deymiz bu. Kechlik o'tlatish bo'lishi mumkin. Yani sen o'tlatib manga balki endi bundan keyin o'tlaq yo'q, cho'l bayon kirib qolishi mumkin. Maypon kit yo'q, bunda uzun yo'lli bo'lib ketishi mumkin ekan. Ta'tazza masaldimi? Yani o'zingda cho'ngtib va o'zing to'xtatib bunda nuqmay kechlik tomoq deyval degandek. Va qaribun minhu qawluhum, mushuna yaqin keldigan ma'noda bunda bir so'z bor. An taridal ma'a bima'in akas. Ba'du o'tg'a. Ha. Suv ba'sangmo sen, yanında suv olsa tugatmay bag'an degan ma'noda. Kerakli tashdan g'iri yo'q degandek. وتأويله أن يمر الرجل بالماء فلا يحمل منه اتكالا على ماء آخر يسير إليه. يعني يشهد سواغو دك شرغان سودن سقاشلما يمنش واقعلك ديلدو ديدن. فيقال أن تحمل معك ماء أحزم لك. داوان كم؟ ونغم من ديماز شو إلب منقدن سن üçün نهاية أبدان تقام بولسان. فإن أصبت ماء آخر لم يضرك. أجر سو سيبقاسا وچاز زيان يوم ما تبيتك أنا قتلسان بولدان. فإن لم تحمل أجر سو كترب بامسان سو إلوامسان فخففت من الماء ينقلم سنة أزغن إلب ياكين جق أماي من دام قاسان عطبت يولد هلاكو كتب قاسان ومن أمثالهم قد أحزم لو أعزم من بلوغ قاسان
keskin puxta ish qilib o'tma deganda. Yaqulu a'rifu wajhal hazmi, bu nima demakchi esa, men keskin puxta ish qilishni bilaman. Fa in azamtu fa amdaytu ar-ra'ya, agar men balvaqlab shu qarashim bo'yicha ishni boshlatsam, fa ana hazim. Men keskin ishonch bilan puxta ish qilgan bo'laman. Va in taraktu as-sawaba va ana arahu, men to'g'ri ishni qarab turib, mush to'g'ri edi deb, ashishni qilmasam, va dayatul azma, uni balvaqlab keskin ashni qilmasam, lam yanfa'ni hazmi. Bu chaqda mening puxtaliqim ishqimda taqimgan bo'ldi. Bu bunda bir maqol tamsil deb ekan. Hazm degan keskinlik, mazmutulash, puxta ish qilish degandagi. Va mithluhu qawlan an-nabighatul ja'di, nabighal ja'di bu mashhur shoirlarning o'zi. Aba li al-bala'u wa anni imru'un idza ma tabayyantu lam artabi. Balay musibat unasla mening qishimga kirishga unmaydi, ya'ni kirmaydi degan. Yani balay musibat mening beshimga kelib qolmaydi deydi. Va anni imru'un, men shunday bir kishiga idza ma tabayyantu, xuddi bu anda aning sababiga o'xshashim. Nima uchun sizning beshingiz balo kelmaydi hojam, boshqaga keldi ekan desa, men shunday odamki idza ma tabayyantu lam artabi. Ya bir narsani qo'ldansiz, mush ishni qilish to'g'risimi shu deb aniq bo'lgandan keyin, jazmlashtirgandan keyin dilg'ul bo'lmaylam shu keskin qilaman. Biz oxirga biz oldiga dasa jumayman demoqchi. Artab degan yani shak qilmayman demoqchi, lam artab, raybatni. Dilg'ul bo'lib jumayman. Wa qala a'rabiyyun yamdahu Sawwar ibn Abdullah. Sawwar ibn Abdullah degan kishini, bu alaqa qozi Sawwar bo'lishi mumkin, boshqasi bo'lishi mumkin. Shuni madilab bir arabiy mushunda debdi. Wa awqafu 'inda al-amri ma lam yadh lahu. Ma lam yadh lahu degan ma lam yattadih lahu. Yani lam yakun wadihan lahu. Bir narsa ochiq bo'lmasa, unga aniq bo'lmasa, ashada eng to'xtaydigan, jim to'xtaydigan kishi edi. Yani bir ish qadam bosmaydi bu. Hozir qaz to'g'ri, qaz xato, hech qanday aniq emas ekan. Aniq bo'lmasa qanday qildi ekan? Jim to'xtaydigan odam bu deydi. Maqtasidir. Va amda idza ma shakka man kana madiya. Agar sal ayon bo'lib qolsa, shak qilsadir, azroq bunda ayon bo'lib degan bir ehtimolligim bor, bunda bo'lib qolsa, buni o'tkir chaddas kishilardan bakrak gatsida chiqilgan kishi bo'ladi. Amda degan bu keskin, qilishni anda keskin deb ishtikgan. Falladi yuhmadu inda ma tabayyana rushduhu. Amda bu yerda madhinilgan sifat qaysa, to'g'rilikda aniq bo'lgan ishqa istik qilish, ma'vo madhinilgan sifat. Fa amma al-iqdam ala al-gharar, gharar degan bu bir xil qaramliq, noma'lumlik deydi. Rasululloh joma nahan bay'il gharar. Sahih Buxoriyda keladi. Endi noma'lum qarang'i bo'lgan savdodan to'sqan. Demak, ashuna qaramliqqa qadam qo'yash va rukubul amri alal xatar, bir ishni xatir bo'lsa-mu qilaverish yani rukub degan, ha? Xuddi bu uloqqa o'xshash, uni ustiga mangandek. Falaysa bi mahmud, bu madilanmaydi. Inda davil albab, aql egallari, donishmandlarning nazarda. Va hunaka lawn akhar min an-nasri shabihun bil amsal. Yana o'sha maqol tamsilga o'xshab ketilgan ba'zi bir nasr so'z va ba'zi bir iboratlar bor ekan. Wal hikam, bu hikmatli so'zlar. Masalan, rubba ajalatin tahabu raysa, bayatni o'tg'o oldirsangiz bizdan to'xtang degandek. Masari'ur rijali tahta buruqit tama'. Erlarning o'limi tamaninki yaltirishining ostida. Shunda tama qilib qolgandan keyin uning nimasidan ildigan gap. Biliqma shu nimaga qanday tushdi? Shuni tama qilib o'ldi. Har nocha odamlar rijal degan odatda unda bir rijal emas. Unda xil noita noch kishilar erlar tama qilib qolsa, shu tamaning ta'sir ostida o'ldi. Afatur ra'il hawa, ko'z qarashning, ra'yiningki ofati nima? O'zining havas xohishlari. Man shaddada nafara, kimki bakching'itsa qochirib qo'ydi. Rasululloh da inna minkum munaffirin, bakching'itganlarga
sizlarning sizni bunda boshqalarni yuqtiradigan, qochiradiganlar var. Mazibni Cemal Gidzuga afattanun anta ya Muad. İnne minkum munaffirin dedi. Yana lan yushadda din ahadun illa galabahu dedi. Şimdi bek çantadan deb qalsa o'zi mag'lub bo'lib qoldi. Men shaddada naffara. Yani kim bek çantavatsa hamma kishini qochirib qo'ydi. Va man arxa ta'allafa. Boshroq qo'yib qo'ysa boshqalar bilan chiqishaveradi. Adadan shaxsiy turmushda unda chan keskinlik bilan qattiq pozitsiya bilan boshqalar bilan birga chiqib yashash ta'sir. Qarinishni bir qo'shib qo'yib bersan, u sana bir qo'shib qo'yib bersa, undan da chiqib yashash bo'ldi. Bo'lmasa yolg'iz yasam oldu. Hayrul mauti tahta dilal suyuf. Ölemning eng avzili qilit sajda ostida bo'lgani. Yani jangda shehid olsang, shu eng yaxshisi shu. Ridan nasi g'oyatun la tudrak. Hamma xalqni rozi qilaman deyish qo'lga keltirib bo'lmaydigan bir g'oya. Hamma odamni rozi qilib bo'lmaydi. Masalan bir mansab tutgan bo'lsa, umumiy ishni qilgan odam hamma odam rozi qilaman deb unda qilib bo'lmaydi. Cho'qim uning uchun nafsi norozi bo'lib, nafsi yaqindan oldiganlar chiqib qoldi. Hasbuka min sharrin sima'uhu. Bir yomonlik qilib qolib, shuni anglab qolsangmi, sana jalliq qilishda yetarlik dedi. Shu anglab uning qatnashib, bu bosh qo'l tiqib qilish qo'z yalla. Shuni anglab qolsangmi bo'ldi, sana fashiziyan qiyg'iliqni qiladi demoqchi. Hech bo'lmasa, adamni bizdan bo'lsin bayram qildigan bu. Wal hikmatu kama tara. Endi hikmatli so'zlar, sana o'zing shuni ko'rganingdek, qavlum mujaz. Bu ixcham bir so'z, sig'inchaq. Saibul fikra. Bu to'g'ri bir fikrni ifoda qildi. Saib degan to'g'ri. Daqiqut ta'bir. Iborat surishi beklanish inchga. Yahmilu tawjihan ila jawanib suluk. Kishilik yurish turish, o'tirib qo'pash, ya'ni stil desak bo'ldi sulukdan. Shuning turli sohalarda ma'lum bir ko'rsatmani ko'tarib keldi bu hikmatli so'z degan. Va yataharra fi qailu g'aliban al-khayr va as-sadad. Ko'pincha ahvolda buni degan kishi yaxshilik va to'g'ri ishni ko'zlaydi. Yani qo'ldan bermay tiktirishdi. Taharra degan shuni chang tutishga tirishgan, qo'ldan bermay nima qilganini bildirdi. Va ya taxtalifu an al-mathali fi annaha tasduru. Ana bu maqal tamsildan hikmatli so'zlarning farqi nima? Hikmatli so'zlar aslida bizda donalar xazinasidan bu deb qo'ymizmi? Shuni sizdan. Maqal tamsildan buning farqi bor. Qandaysa fi anna tasduru aktar ma tasduru an ta'ifatin khassatin minan nas. Bu hikmat degan ma'lum bir guruh, ma'lum bir tabaqa, shunda donishman, bilimli kishilar, olim masalan. Unda kishilar shularning og'zidan chiqadi. La xibratuha, bu kishilarning hayotda tajribasi bor va bilimi bor, taqofa degan bilimi. Bilimi deysan, madinatvar deysan, odamning madinatvar deyilmaydi. Taqofa degan bilimi sog'lom shay tushdi. Taqofa degan nima bo'ldimi shu? Mesela medeniyetli genç kişi mesela Uygur'cum. Neyim buldum? Mesela ziyali mi deyimiz? Bu Arap'ın musakkaf deydim. Bir kıl ziyali deyin ya. Ziyali diyen yaşayan cemiyetinin kıyımçılıkları, kaşılları hemen düzgelevattan meselelerden havada olak bunu düşündük adam. Yani bizim ahvalimiz neredeyken düzdük adamına musakkaf deyimiz. Yani mütefekkir genç o. Biz düzgülatdan kaşılı çarpılı adamını mutfakkir deymiz. Bizim Uygur'dan da Romaniyaz adamımız mutfakkir oldu. Tamam? Demek aşılar cemiyetteki müşkillerge, kişiler düzgülattan kıyımçılıklara çare gösterdi. Mesela manda hafisa buldu. Bunun çaresi mağdep, çare tapırdı adam abi. Lekin çarını ve müşkilini hemen bundan gizli okup havada olup manda çatakolatken buna mutfakkir manda cevap verdi. Bunun çaresi mağdep de kuduğu adamını musakkaf deyimiz. Yani. Kemana tertebitu fi esasiha bihadisetin ev kıssa. Bu hikmet sözlerinin bazı bir vakalık, bir kıssıge çetiş buluşu mümkün. Köpünce ahvalda şunda bağlanıp geliyor doğru. Böğürünün, tülkünün vakalıklığı cıkkı bizde. Bu taksimatını kimde ügenden dese, böğürünün çaçırıp çıktan közünü ügenden, Türkiye aramızda ama. Yani bir vakalıkta mesela bir balası bulmasa, kuyruk yatamdı taşta, hocakan 3 gün buldu, kılmadı tıknaşta. Kuyruk goşunun tuğununu körgende Türkiye aramızda. Kırıp, bir gün yayda bulak toxtar. Bu, tapkan bulakkan mısın, birisi çoğun münde bir koyup,
bir narsa o'ylashni ko'zlab qo'yib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu bakar quruq qo'yib qo'yganda bir chekishda yo'lni ijroqdan biroq bo'lsa bir bo'rikil tutam shu yugurib to'ppada quruqni haydab tusig'lam qopqonga tushib tutib qoldi ekan. Qolgan undan qish kelib tulka bo'rikda ekan. Bir balasi bo'lmasa quyruq atamdi tashda. O'zgan kim bo'ldi tasha qilmadi nashta. Men bu bakar qo'yib qo'ymdim quyruqni. Men bu yeyga aslida lekin unda kashilsa deb yemay turgandim. Men maqoldan sizlarni bir-birlab bulanma ilgirki shu maqoldan sizlarga hem bir-birlab yo'llab kelishdi. Mesela biz yuqordimi maqamal bishriyadimi necha maqoldan sizlar deb ketdim. Mashhur maqoldan sizlar. Asfaras subhu ladhi aynayn deganday. Maqoldan sizlar için bu anda sizga qachon lozim bo'ladi? Diniy kitobni o'qigan chog'da, har tur gazmilni o'qigan vaqtingda mush gapni chiqdi. Chiqqan chog'da dil joyi tushunarli shuni. Onda degan gap keldi. Bo'lmasa bu qamar bu jahizlangan deb uni biz jurnallarda, kitoblarda, televizorda, munozirada, hammada uchraydi mush maqoldan. Bek kam uchraydi. Shuni olgan chog'da vaqtda o'tirib qolmaydi, tushunasizlar. Bu arab tilini tushunish uchun tushunsak bo'lmaydi. Qur'on, hadisni tushunish uchun yuril. Shu hadisdami? Inna qadan nazari qarib Rasululloh degan. Maqoldan tilni Rasululloh degan. Kal joyida qo'ygan vaqtlar bor. Buni o'rganishimiz bizning dinni o'rganishimizni qulaylashtiridigan narsa. Allohu a'lam was-savab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.